Kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti 19 aprel doklad e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini e'lon qildi. Ularning naslini quritib ko'kini qirish, Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarni nishon qilgan insoniyatga qarshi jinoyati nomli 53 betlik bu dokladda Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy musulmon xalqlariga qaratilgan keng ko'lamli tutqun, qiyin qisoq va madaniyat bostirishi ilib borganligi ta'kidlangan. Dokladda aytilishicha, Sharqi Turkistonga keng ko'lamlik va sistemli tutqun qilish, qiyin qistoq, madaniyat bostirish siyosatlariga va boshqa jinoyatlarga Xitoy rahbarligi javobgar ekan. Dokladda javobgarlarni jazolash, javobgarlikqa tortishni olg'a surish, Xitoy hukumatiga yo'llanishni o'zgartirish to'g'risida besim ishlatishning birlikka kelgan xalqaro harakatga ehtiyojli ekanligini bildirgan. Kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti Xitoy bo'limining mudiri Sofi Richardson, Xitoy doiralari turkiy musulmonlarning hayoti, diniy va madaniyatini sistemalik vayron qilyotdi. Beijing kasbiy tarbiyalash bilan ta'minlayotganligini va radikallikni yo'qotayotganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo bu xil gap so'zlar insoniyatga qarshi ilib berilgan jinoyatlarning yirginchilik realligini yoshira olmaydi dedi. Baş shtabi Shveysariyaga joylashgan texmi yaxshi paxta harakati nomli tapovatsiz tashkilot 2020 yil oktyabrda e'lon qilgan Uyg'urlarning majburiy emgakka silinishiga doir bayonotni to'g'ri bekitidan o'chirib o'tgan. Xitoydagi har qaysi cho'ng to'g'ri bekatlar bas-basda texmi yaxshi paxta harakatining to'g'ri betidan 2020 yil 10 oyda e'lon qilgan Uyg'urlarga aloqador bayonotni ilib xabar qilgandan keyin mazkur organ o'z to'g'ri bekatining ko'p qatim to'g'ri hujumiga uchraganligini aytdi. İqtisodshunos jurnalining Xitoy ishlari tahriri Gade 15 aprel Twitterda bildirishicha, u mazkur organning Uyg'urlarga munosabatlik bayonotning mazkur organning to'g'ri betidan yo'qolib ketganligining sababini so'ragan. Texmi yaxshi paxta harakati bo'lsa, ularning siyosatining o'zgarmaganligini, bu bayonotning amaldan qoldirilishi bo'lsa, to'g'ri hujumlarining inkosi ekanligini, oxirida munosabatlik uchurlarni qayta e'lon qiladiganligini aytgan. Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi siyosiy kontrolligining yana bir vositasi har qaysi joylardagi biyangtuanlarga Xitoy o'lkalaridan ko'plab kadr qabul qilish orqali ishga oshmoqda ekan. Biyangtuan xabarlari to'rining 16 apreldagi xabarda aytilishicha, Biyangtuan doiralari navbatda g'arbiy qismga yordam berish nomida oliy maktabni bitirgan o'quvchilarni xizmatga elishni boshlab bo'lib, Xitoy o'quvchilar to'r orqali tizimlatib ishga tushishga boshlagan. Xabarda aytilishicha, bu xildagi Xitoy o'quvchilarga maosh, o'ltiroq uy va boshqa jihatlarda ko'plagan e'tibor berish siyosatlari bo'lib, ular nuqtali holda har qaysi asosiy qatlam tavasida ijtimoiy tartibni saqlash xizmati bilan shug'ullangan. Xabarda aytilishicha, mushu xildagi ishkirdan Xitoy o'quvchilarni qabul qilish usulida 2003 yildan buyon 13 mingdan ortiq Xitoy kadr har qaysi biyangtuanlarga ishga tushib bo'lgan. Tayvan masalasida Amerika-Xitoy munosabati davomli jiddiylashmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Tayvan hukumati Xitoyning o'z havo bo'shlig'iga doim daxl taruz qilishga qarshi Amerikadan yiroq musofilik boshquriladigan bomba setib berishni talab qilgan. Tayvan davlat mudofaa ministrligining amaldori mundaq dedi: Taybey, Beijingning kunsari kuchayotgan besimiga taqobil turish uchun Amerikadan yiroq musofilik boshquriladigan bomba mudofaa armiyasini ko'paytirishni talab qildi. Xitoy bilan urush ehtimolligi bo'lgan ahvolda Tayvan Amerikaga o'zining yiroq musofilik boshquriladigan bombani taraqqiy qildirish bilan bir vaqtda texmo ilg'or qurollar bilan ta'minlashni iltimos qildi. Tayvan davlat mudofaa ministrligining Amerikadan qaysi qurolni xohlaydiganligi aniq bo'lmasa-mu, ammo musofasi 1000 kilometr qurol yarog'ni to'shib bera oladigan AGM-158 yiroq musofilik boshquriladigan bombaning ismi alohida ko'zga ko'rinarlik. Ministerlik yanala Amerika bilan suhbatlashayotganligini ko'rsatdi. Amerika Tashqi ishlar Ministerligi Xitoy virusi yuqumi sababidan 4-darajalik sayohat ogohlantirishi chiqardiganligini, buning dunyodagi 80% davlatga sayohat qilishning cheklanganligidan derak beradiganligini e'lon qildi.
Ministerlik e'lon qilgan yozma bayonotida COVID-19 yuqumining sayohatchilarga misli ko'rilmagan xatar elib keladiganligini ta'kidlab, bu xatarlarga asosan Tashqi ishlar Ministerligi Amerika fuqarolarining chet eldagi sayohatini tekshirishni kuchli tavsiya qiladi dedi. Hozir Chad, Kosovo, Keniya, Braziliya, Argentina va Haiti qatorliq 34 davlat Amerika 4-darajalik sayohat ogohlantirishi bergan davlatlar qatoridan o'rin olgan. Bundan boshqa Amerika yana Schengen davlatlari, Angliya, Xitoy, Braziliya, Eron va Janubiy Afrikadan amerikalik bo'lmagan fuqarolarning chegaradan kirishini chekladi.